Assalomualaikum. Yaqinlar qaranglar. Bugun Foyazov ko'chatamiz. 5 etajdan 3 etaji. Bir xonali ko'p so'raydaysizlar. Marhamat ko'rib chiqamiz. Kelaverishim shunga damir eshiklar. Bu yerimiz prixожая zona. Bu standart proyekt, bilasizlar, примерно 30 kvadrat atrofida bo'ladi bular. Bu yerimiz общий komnata. Yaqinlar uyning egasi shu pulning ichida narxi ajoyib. Shu pulning ichida освещать beraman dedilar. Yosh bolasi bor ekan deb chizib tashlabdi. Bilasizlar, u remontdan narsa, olib chiqayotgan narsa emas. Самый главный точка. Qaranglar, bu tarafimiz yuvinish xonasi bo'ladi. Bu yerimiz kuxnya. Üstlerden koyuptalar, şurada oturup ovqatlansam bo'ladi, yana do'kontrni kachollar ham bor. Xullas, shu proyektimiz sotuvga qo'yildi. Yana bu prixожкаning ustidan ham göstermay, eksploatativ foydalanaverasizlar. Ko'p odam aytmay qo'yibdi uni, lekin молодец, bu uyning egasi qilgan ekan. Yaqinlar primo egadan hozir Rozayinda aksiya bo'lib turibdi. Bilasizlar, pastda egani nomerini qoldiraman. Narxi taqalishi dedi 260 million. Yo'qmaydi, buni niyat bo'lmaydi dedimdan. 1.5 so'm o'tib beradi baribir. Bir de pastda egan nomerini qoldiraman. Xayrna berib notarius bo'ladi, bo'lmasa gaplashsangiz bo'ladi. Chunki 260 million вообще четкий narx. O'zingiz ko'rib, telefonlashib, ayrim jihozlar bilan dedilar, gaplashaverasizlar.